Hammadan yashirgan ishlaringni eslagin, hammadan yashirdim deb o'ylagan qilmishlaringni esingga tushyaptimi? Hali hech kimga oshkor qilmagan gunohlaringni bilsang ham, baribir qilavergan ishlaring haqida hech o'ylaysanmi o'zi? Hech kim ko'rmayapti deb o'ylab qilgan gunohlaring esingga tushyaptimi? Yolg'iz qolganingda yarim kechasi hech kim yo'q deb o'ylagan paytingda o'sha gunohlaring bilan yuzlasha olasanmi o'zi? Yuzlashga yuraging dov beradimi? Qilmishlaring uchun yig'laysanmi hech? Gunohlaringdan uyalib ko'zingga yosh kelganmi hech? Yig'layapsan inson, yig'layapsanki insonsan, insonsanki yig'laysan. Lekin sen g'ofil, yig'laysam hammasi o'tib ketadi deb o'ylayapsan. Yo'q, yig'i malham emas, anglash malhamdir. Sen esa anglamayapsan. Gunohlaringni bo'yningda ko'tarib yuribsanmi? Shuncha gunohing bo'lsa ham yana gunoh qilishda davom etyapsanmi? Bo'ldi, yig'ishtir, to'xta deb ayta olasanmi o'zing? Yo'q, ayta olmaysan. Qilgan har bir xatoing uchun pushaymon bo'lasan, tavba qilasan, lekin o'zingni keyingi gunohlarga tayyorlayapsan. Aslida yangi gunoh uchun eskisiga tavba qilasan. Tavbalaringda samimiy emassan. Sening tavbang ham pushaymoning ham soxta. Fotih tuman. Bas qil ey nafs. Aziz Mahmud Xudoyi.